8. bob. Hazreti İsa Zaytun tig'iga chiqib ketdi. Ertasi saharda u yana markaziy ibodatxona ho'ylariga keldi. Butun jamoat uning yeniga kelib olgan edi. U o'ltirib, ularga ta'lim berishga boshladi. Shu chaqda ba'zi Tavrat ustozlari bilan farisilar zina qilib tutib qolgan bir ayolni uning oldiga elib kelishdi. Ular ayolni o'tirg'i chiqarib, Hazreti İsa'dan: "Ustoz, bu ayol zina ustida tutib elindi. Musa payg'ambar Tavrat qonunida zina qilgan ayollarni chalma kesak qilib o'ltirishni buyurgan. Sizcha qanday qilish kerak?" deb so'rashdi. Ularning bunday deyishdiki g'arizi Hazreti İsa'ni tuzoqqa tushirib, uni gunohkor deb ayblashga bahona izlash edi. Biroq Hazreti İsa engishib, qo'li bilan yerga bir nemalarni yozg'ili turdi. Ular shu savolni so'ravadi. Shunga Hazreti İsa ruslanib, ularga: "Oranglardagi gunohsiz kishi bu ayolga birinchi toshni otsin" dedi. Ondan yana engishib, yerga yezishni davomlashtirdi. Ular bu so'zlarni anglab, oldi bilan yashanganlari, ondan keyin boshqalari birining kaynidan biri u yerdan chiqib ketishdi. Oxirda Hazreti İsa oldida o'ri turgan yilqi ayol bilan yolg'iz qoldi. Hazreti İsa ruslanib turib uningga: "Xonim, sizni shikoyat qilganlar qani? Sizni so'roq tatligan odam chiqmadimi?" deb so'radi. "Chiqmadi, hazratlari", dedi ayol. Hazreti İsa: "Menmi sizni so'roq qilmayman. Qayting. Buningdan keyin gunoh qilmang", dedi. Hazreti İsa yana ko'pchilikka mundaq dedi: "Dunyoning nuri o'zimdirman. Menga ergashganlar qorong'ulikda qolmaydi. Aksicha hayotlik nuriga erishidi." Farislar: "Sen o'zingga o'zing guvohlik beryapsan. Shunga sening gaplaringga ishongili bo'lmaydi", deyishdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Men o'zimga guvohlik berib so'zlasammi, so'zlarim haqdir. Chunki men o'zimning qayerdan kelganligimni va qayerga ketadiganligimni bilaman. Lekin sizlar buni bilmaysizlar. Sizlar insonlarning o'lchimi bo'yicha hukm qilasizlar. Biroq men hech kimga hukm qilmayman. Hukm qilib qasammi, hukmim to'g'ri bo'ladi. Chunki hukm qilganda men yolg'iz emas, balki meni avatguchi otam men bilan birlidir. Sizlar rioya qiladigan Tavrat qonunida ikki guvohchining so'zi o'xshash chiqsa, ularning so'zlari to'g'ri deb yozilgan. Men o'zim uchun o'zim guvohlik beraman. Meni avatgan otammi men uchun guvohchidir. Otang qayerda? deb so'rashdi ular. Sizlar yo meni tonimaysizlar, yo otamni. Meni tonigan bo'lsanglar, otamnimi tonitdinglar, deb javob berdi Hazreti İsa. Hazreti İsa bu ta'limlarni markaziy ibodatxonadagi iona to'planadigan yerda aytgan edi. Biroq hech kim uni tutmadi. Chunki uning vaqt soati texi yetib kelmagan edi. Hazreti İsa ularga yana: "Men bu yerdan ketaman. Sizlar meni izdaysizlar, biroq topolmaysizlar. Shundaqla gunohlaringlar kechirim qilinmayla o'lisizlar. Men ketadigan yerga sizlar bora olmaysizlar", dedi. Buning bilan Yahudi oqsoqollari: "U men ketadigan yerga sizlar bora olmaysizlar" deydi. "Bu o'zimni o'ltirib olaman deganligimidu", deyishdi. Hazreti İsa ularga: "Sizlar bu yerlik bo'lib, bu dunyoga tava. Men bo'lsam, arshdan kelgan bo'lib, bu dunyoga tava emas. Shuning uchun sizlarga gunohlaringlar kechirim qilinmay o'lisizlar", dedim. Chunki sizlar mening mangu bor bo'g'uchi ekanligimga ishonmasanglar,
Günahlarınla keçirim kılınmay, öylesile, dedi. Sen zodi kim? Dep soraştı ula. Baştın tatip sizlerge nemi degen bolsam, men şu. Asli mening sizlarni so'roq tatıdığan nurg'un so'zlarim bor edi. Shundoq bo'lsa-mu, meni avatkuchidan anglaganlarimni-la insonlarga uqtiryapman. Chunki u haqdir, dedi Hazreti Ayso. Ular Hazreti Aysoning o'zlariga aytganlarining otisi Xudo to'g'ri ekanligini tushunolmadi. Shunga Hazreti Ayso mundaq dedi. Sizlar inson o'g'lini kreska mixlab tikligandan keyin uning mangu bo'g'ichi ekanligini bilasizlar. Shundoqla hech ishni o'zligimdan qilmaganligimni va faqat otamning o'rgatganini so'zlaganligimni bilasizlar. Yeni avatkuchi men bilan billidir. U meni hargiz yolg'iz qo'ymadi. Chunki men hamisha uni xush qiladigan ishlarni qilaman. Hazreti Ayso bu so'zlarni qilayotgan chog'ning o'zida nurg'un kishilar uningga e'tiqod qildi. Hazreti Ayso o'ziga e'tiqod qilgan yahudiylarga agar mening ta'limim bo'yicha ish ko'rsanglar, mening haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Haqiqatni bilasizlar va haqiqat sizlarni erkinlikka erishtiradi, dedi. Biz İbrahimning avlodlarimiz, deb javob berishdi ular. Hech kimga hech qachon qul bo'lmadik. Sizning haqiqat sizlarni erkinlikka erishtiradi deganingizning ma'nosi zodi nima? Bilib qo'yinglarki, gunoh sodir qilgan kishi gunohning qulidir, dedi Hazreti Ayso ularga. Qul oilaning mangulik a'zosi bo'la olmaydi. O'g'il bo'lsa, shu oilaning mangulik a'zosidir. Shuning uchun Xudoning o'g'li sizlarni erkin qilsa, haqiqiy erkin bo'lasizlar. Sizlarning İbrahimning avlodi ekanliginglarni bilaman. Biroq meni o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar. Chunki mening ta'limim sizlarning qalbinglarda o'rin olmadi. Men otamning yendi ko'rganlarimni sizlarga aytyapman. Sizlar o'z otanglardan anglaganlaringlarni qilyapsizlar. Bizning otimiz, ajdodimiz İbrahim, deb javob qaytirishdi ular. İbrahimning farzandlari bo'lsanglar, İbrahimning yaxshi amallarini qilgan bo'latdinglar. Biroq hozir aksicha meni, ya'ni Xudodan anglagan haqiqatni sizlarga yetkazgan kishini o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar. Ajdodinglar İbrahim hargiz undaq ishni qilmagan. Sizlar o'z otanglarning qilganini qilyapsizlar, dedi Hazreti Ayso. Biz haromdan bo'lmadik. Bizning faqat birli otimiz bor. U bo'lsa Xudodir, deyishdi ular. Otanglar Xudo bo'lgan bo'lsa, meni so'ygan bo'latdinglar, dedi Hazreti Ayso. Chunki men Xudoning yenidan keldim. Shuning uchun bu yerdaman. O'zligimdan kelgan emasman, balki u tarafidan avatilganman. So'zlarimni nemishqa tushunmaysizlar? Aniqki, mening ta'limim qulg'inglarga yoqmayotidi. Otanglar shayton bo'g'ashqa, sizlarmi uning havaslari bo'yicha ish qilasizlar. U azaldan qotil ham haqiqatni tutmaydi. Chunki uningda haqiqat yo'qdir. Yolg'on so'zlash uning tabiiy xususiyati. Chunki u yolg'onchi va yolg'onchilikning turidir. Men bo'lsam haqiqatni so'zlayman. Shunga menga ishonmaysizlar. Qaysinglar mening gunohim borlig'ini isbotlab beralaysizlar? Qani? Haqiqatni so'zlasam, nima uchun menga ishonmaysizlar? Xudoning farzandlari Xudoning so'zlarini anglaydi. Sizlar Xudoning farzandlari bo'lmaganinglar uchun uning so'zlarini anglaysizlar. Yahudi oqsoqollari Hazreti Aysoga javoban: "Ajaba, bizning seni Samoriylik
hem cin çaplaşkan adamsen degan sözümüz to'g'ri emasmi? deyishdi. Bana cin çaplaşkını yok, dedi Hazreti İsa. Men otamni hurmat qilaman. Lekin sizlar manga behurmatlik qilyapsizlar. Mening o'zimni ulug'lig'im yo'q. Lekin mening ulug' bo'lishimni xohlaydigan biri bor. Uning hukmi odildir. Bilib qo'yinglarki, mening ta'limim bo'yicha ish ko'rgan kishi mangu o'lmaydi. Ular Hazreti İsa'ga "Sana cin çaplashqanligini endi aniq bildik" deyishdi. Hatta ajdodimiz İbrahim ve başka peygamberlermi o'lgan tutsa, sen qandaqcha ta'limim bo'yicha ish ko'rgan kishi mangu o'lmaydi deyalaysan. Acaba sen olamdan o'tgan otimiz İbrahim'din ve vafot bo'lgan boshqa payg'ambarlardanmi ustun turamsan? Sen o'zingni zodi qandaq odam deb hisoblaysan? Hazreti İsa mundaq javob berdi. Agar men o'zimni ulug'lasam, mening ulug'lig'im bekor bo'ladi. Biroq meni ulug'lug'uchi sizlar Xudoyimiz deb ataydigan otamning o'zidir. Sizlar uni tonib yetamidinglar. Lekin men uni toniyman. Uni tonimayman desam, sizlardek yolg'onchi bo'laman. Biroq men uni toniyman ve uning so'zi bo'yicha ish ko'raman. Otanglar İbrahim mening kelishimga intizor bo'lgan, hem kelganligimni oldin ola ko'rib, intayin xushal bo'lgan. Sen tehi 50 yoshga kirmagan turib, ajdodimiz İbrahimnimi ko'rdingmi? deyishdi ular. Hazreti İsa ularga bilib qo'yinglarki, men İbrahim tug'ilmasdila bor edim, dedi. Bunun bilen ular yerdan tosh elib, Hazreti İsa'ni chalma kesak qilmoqchi bo'lishdi. Lekin u o'zini daldig'i elib, markaziy ibodatxonadan chiqib ketdi.